Bayram saxiy, ko'ngil esa xotirjam bo'lishi kerak. Uzumbank yordam beradi. Ilovada limit oling. Yaqinlaringizga sovg'alar uchun pul oling. 30 kun ichida qaytaring va ortiqcha to'lamang. Uzumbank ilovasini yuklab oling. Bugun nishonlaymiz. Yangi yilda esa qaytaraman. Ulug'bek Maksumov haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Ulug'bek, familiyasi Maksumov. 1979-yil 9-sentyabrda tug'ilgan. Hozirda 46 yoshda. Farg'onalik, Marg'ilonda yashagan. Bo'yi 1.78 sm. 6-sinfgacha 11-maktabda o'qigan va keyin Istiqbol gimnaziyasida o'qigan. 2006-yildan beri biznes bilan shug'ullanib kelyapti. Inkas kompaniyasiga asos solgan. Dubayda biznes yuritadi. Zirhlangan avtomobillar ishlab chiqaradi. 2006-yil zirhli transport vositalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Inkas kompaniyasini 2012-yilda ochgan. Kompaniyada 150 kishidan ortiq odam ishlaydi. Rus sinfda o'qigan. Uning otasi Yusufxon Maksumov, onasi Dilbarxon Maksumova va singlisi Sevaraxon Maksumova hisoblanadi. Ukasi yo'q. Otasi partiya shahar komitetida ishlagan. Ingliz tilini ravon biladi. Ulug'bekxon nikoh ostida Instagram yuritadi. Instagram sahifasida 14 millionga yaqin obunachisi bor va u yerda biznesi, shaxsiy hayoti haqida muntazam ulashadi. Villasini oilaviy rasmlar bilan bezatib qo'ygan. O'zbekistonda ham ko'plab korxonalari mavjud. Bu esa Toshkent mudofaasini kuchaytirishga hissa qo'shgan. Mr. Otabek bilan ko'rishgan. Garajda Nexia'lar ham saqlaydi. Ulug'bek Maksumovga kredit berishmagan. Soatlardan kolleksiya qiladi. U taniqli jurnalist Kseniya Sobchakka intervyu bergan va Maksumov Sobchakka Dubaydagi o'z uyini ko'rsatgan. U xavfsizlikni ta'minlashni bosh maqsadi deb biladi. Dubayda K9 avtomobil raqamini millionlab dollarga sotib olgan. Shaxsiy hayot haqida omma oldida kam gapiradi. Intervyularda oilasi haqida hech narsa oshkor qilmaydi. Farg'ona davlat universitetini bitirgan. Gimnaziyani tugatgandan keyin musiqa maktabini ham parallel tamomlagan. 2006-yilda Dubayga ko'chib o'tgan va avtomobilsozlik sohasidagi faoliyatini boshlagan. Avvaliga mashina savdosi va logistika bo'limida ishlagan. O'zining maxsus sport zaliga ega. Dubaydagi Inkas zavodi maydoni taxminan 157 ming kvadrat futni egallaydi. Morgensternga zirhli mashina sovg'a qilgan. Muvaffaqiyatni birinchi siri ota-onaning duosi deb hisoblaydi. Zirhli mashinalarni oddiy mijozlarga sotmaydi. Maksumov.com saytiga ham ega. U yerda biografiya va karyerasi haqida yozilgan. Dubayda 15 million dollarlik villa sotib olgan. 2015-yilda u Ramazon oyidagi futbol chempionatiga homiylik qilgan. 2016-yilda Rossiya biznes boshqaruv kengashiga a'zolikka tayinlangan. Harbiy yoki muhandislik ta'limiga ega emas, lekin shunga qaramasdan muvaffaqiyatli biznes qurgan. Oila birinchi o'rinda deb hisoblaydi. Amal qilib ko'rish kerak prinsipiga amal qiladi. Aksum Marine kompaniyasining ham asoschisi. Boshida Dubayda mashinada uxlagan. Uning boyligi 200 million dollardan oshiq baholangan va O'zbekistonlik eng boy tadbirkorlar orasiga kiradi. Afrika davlatlariga ham mahsulot yetkazadi. Ulug'bek Maksumov Tiko ham haydab yuradi va u Tiko mashinasiga 200 ming dollarlik nomer taqqan. Maxsus yaxtasiga ega. O'zbekistonda prokuraturada ham ishlagan. Inkas nomini Kanadadan olgan. Hech kimni fikriga qaramaslik kerak deb hisoblaydi. Aksum Groupning shiori xavfsizlik hech qachon poymol qilinmaydi. Avtomobillar kolleksiyasiga ega. Morgenstern klipiga tushgan. Yurtimiz iqtisodiyotiga juda katta o'z hissasini qo'shgan. Dubay va O'zbekistonda biznes forumlarida ma'ruzalar qilgan. 2019-yilda Dubai Motor Show'da chiqish qilgan. Subyektiv va Jahongir Latipovga intervyu bergan. Uyda qimmatbaho tekila saqlaydi. Pianino chalishni biladi. Shaxsiy samolyot olishni o'ylab ko'rgan. 2015-yilda Dubai shahzodasi Shayx Maktum tomonidan faxriyorlik bilan taqdirlangan. 2016-yilda Rossiya elchisi Aleksandr Efimov tomonidan alohida faxriyorlik olgan. Stol tennisi o'ynashni yoqtiradi. Rossiya biznes kengashining a'zosi. Kremldagi yirik biznes doiralari bilan aloqasi bor. 2014-yilda Dubaydagi Kapital klub a'zosiga qabul qilingan. Bu klubda ko'plab xalqaro biznes rahbarlari uchrashadi. Maksumovga Rossiyadan 70077 raqamidagi Aurus Senat mashinasini sovg'a qilgan.
Bu mashina Dubayda faqat prezidentda va Maksumovda mavjud. Ushbu mashinani Putin Shimoliy Koreyaning prezidentiga ham sovg'a qilgan. Dubayga oldin dokumentsiz kelgan. O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari matbuotida u yirik tadbirkor sifatida tilga olingan. Yillik oboroti 800 million dollar atrofida. Maksumov O'zbekistondagi fabrikalarni yanada kengaytirishni rejalashtirgan. O'zbekistonni MDH va Yevropa bozorlariga kirish uchun strategik bozor deb biladi. Aksum kompaniyasining nomi Maksumov, ya'ni familiyasidan olingan. Global bozorga chiqish rejalari mavjud. Uning mijozlari orasida elchixonalar, harbiy idoralar, xususiy qo'riqchi kompaniyalar ham bor. Mijozlar uchun eksperiment xonasi mavjud. Aksum Group Dubayda va Toshkentda faoliyat yurituvchi mudofaa sanoati korporatsiyasi hisoblanadi. Golf Auto Trading kompaniyasiga ham u asos solgan. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim yoki nima haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.